soat sotishayotgan ekan. Shunga menga bittasini sovg'a qilmoqchi bo'libdilar. Ismini faqat adashtirib yubordilar. Akbar Shoh aka aktivist aka dedilar. Mana bunaqa soat ekan. Soat chiroyli, klassik uslubga ega bo'lgani uchun. Lekin uzib deb anaqa yozib olib, nima desa bo'ladi? Bilmadim, nimagadir shunaqa narsalarni bir muxlis emasman. Endi aytishadi-ku, kimdir bloknotlarga, soatlarga, mashinalariga shunaqalar deb yozib olishadi. Buni nima desa bo'ladi? Vatanparvarlik yoki boshqa narsa deb o'ylashligi mumkin, lekin men unaqa deb o'ylamayman nimagadir shu narsani. Vatan degan narsa yurakda bo'ladi deb o'ylayman. Ya'ni bilmadim. Qanaqadir bir bunaqa detallarda ko'rinadigan narsa deb o'ylamayman. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Soati lekin o'z uslubi chiroyli.